rahmatulloh. Rizo Drabikalarning obunachilari. Xudo xolasa Drabikalarimiz mana yuklash jarayonidamiz. Hozir bu mashinamizga yuklab bo'ldik. Bu mashinamiz Surxondaryo bilan Qashqadaryoga xudo xolasa yo'lga chiqqanlar. Xudo xolasa hozir bu yoqqa yuklab, bu yoqdan yuklab bunisiga ham hozir mana bu mashinamizga ham yuklayapmiz. Bu mashinamiz nimaga granitsaga olib borib beramiz. Tojikistonga olib ketadi. Tojikistonga olib ketyapmiz. 16 ta vaqda, 15 ta vaqda. Xudo xolasa bemalol zakazlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda mana hozir kecha o'zi YouTube'ga qo'ydik, video chiqardik. O'shandan keyin ancha zakazlar olib, xudo xolasa hammalariga bizga ishonch bildirishayotgan akalarimizga, Chorvador akalarimizga hammalariga kattakon rahmat aytib qolamiz. Xudo xolasa bemalol zakazlar bo'lsa, mana Drabikamiz Rizo brendida chiqadi. Qachon bo'lsa 24 soat onlayn bemalol WhatsApp, Telegram hammasidan nimalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Xudo xolasa ishlarimiz ishonchlik. Ichlarida 20 bitta. Ichlarni ham ko'rsatib bering. Ochgandilar mashina ham. Ochilishi ham mana nimali yakabodli emas. Ochilishi ham bir minutdan vaqt ketmaydi. Zavodskoy Mahaviyda bo'ladi. Drabikalarimiz bilan Zavodskoy Mahaviylik 22 ta pichoq bilan jihozlangan. Mana pichoqlarini ham ko'rsatingmi? Tishlarini ham ko'rsatingmi? Eng so'nggi eng original pichoqlarni qo'yamiz. Mana bu yerda stenkalarni ham bitta ko'rsatingda. Stenkalari ham mana eng kami 0.8 dan 1 ligacha bo'ladi stenkalari. Keyin mana setkani alishtirish ham juda unaqa qiyin emas. Bitta harakat bilan setkani alishtirish juda oson. Bu yerga setka tushadi. Mana kuzubga ham 3 ta pichoq qo'yganmiz. Bu tiqilib qolmaydi Drabikamiz. Chiqarishi ancha yana ham tezlashgan. Xudo xolasa bemalol zakazlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat onlayn WhatsApp, Telegram hamma yo'ldan aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chorvalarni o'zimiz ancha nima qilib beramiz, yengillashtirib ishlarini ancha oldiga yurgizib, xudo xolasa nima ish qilayotgan bo'lsa hammasi shu Chorvador akalarimiz ishlarini yengillatish maqsadida qilyapmiz. Xudo xolasa bemalol zakazlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hammalaringga rahmat.